Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Tech.uz TV bloklash deganda shunaqa narsani tushunamizki, ya'ni sizni kimdir poisk qilsa, Instagramda poisk bo'limidan sizni qidirsa, даже poiskdan ham chiqmaydi. Kimdir sizga podpisatsiya bosgan bo'lsa, podpiska bo'limidan ham chiqmaydi. O'rtoqlar, shuni hozir birgalikda sizlar bilan o'rganamiz. Bu juda ham oson, faqat yaxshilab e'tibor berib turasizlar. O'rtoqlar, ko'rib turganingizdek, tech.uz bizning Instagram akkauntimizda, ya'ni biza bu yerda sizga telefon narxlari, har xil lifehacklar, foydali ma'lumotlarni ulashib boramiz. O'rtoqlar, hozirgi bloklangan akkauntimizda bu meni lishniy akkauntim bo'ladi. Ya'ni o'zimning lishniy akkauntim deganda mana ko'rayotganingizdek, Ma'ruf 4ta1 o'zimning rasmlarim qo'yilgan. Shu akkauntni hozir sizlar bilan birgalikda vaqtinchalik bloklaymiz. Xo'p, o'rtoqlar, bu hozir telefondan kirib turibman. Buni bloklash uchun bizga kompyuterdan kirishimizga to'g'ri keladi. Bitta narsani eslatib qo'ying, o'rtoqlar, mana hozir o'zimning podpiskamda ikkita odamni ko'raman. Ma'ruf 4ta1 hozir bloklangan akkauntimizni va MS Market. O'rtoqlar, yana bitta eslatma, MS Market bu juda ham arzon telefonlar profilida bemalol eta olaman, chunki o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, telefonlar narxlari bilan tanib chiqsanglar bo'ladi va boshqalar bilan ham solishtirsanglar bo'ladi. Juda ham ishonchli profil deb eta olaman. O'rtoqlar, ishga qaytadigan bo'lsak, o'rtoqlar, qaranglar. Hop, bu meni akkauntim. Bu Techmobdan mana men podpiska bosganman. Ko'rib turishingiz mumkin, Ma'rufga podpiska bosganman. Ya'ni men ikkita odamga podpiska bosganman. Endi qaranglar. Kompyuterdan kiramiz. Hop. Parol yozamiz. Adashib ketdim. Hop, kompyuterdan kiramiz. Mana kompyuterdan kirdim hozirgi akkauntga. Hop, endi nastroyka bo'limiga o'tamiz, o'rtoqlar. Nastroykaga o'tib, sal pastroqqa tushiramiz. Mana ko'rayotganingizdek, bu yerda временный блокировка akkaunt degan joy bor, o'rtoqlar. Shuni bosamiz. Hop, sizdan so'raydi, nimaga o'chiryapsan deb. Siz xohlasangiz shu yerdan nimadir tanlaysiz bo'ladi. Men misol uchun mana Durgoy tanladim va bizga parolimizni yozishimizni so'raydi. Ya'ni parol yozamiz. Parol to'g'ri yozish kerak bo'ladi. Hop. Временный заблокировать akkaunt degan joy bor. Shuni bitta bosamiz, o'rtoqlar. Hop. Vash akkaunt yana ogohlantiryapti. Dani bosamiz. Mana o'rtoqlar, akkaunt bo'ldi, bloklandi. Endi buni qanaqa tekshirsak bo'ladi, qaranglar. Hop, ikkita odamga podpiska bosganim to'g'rimi? Mana ko'rayotganingizdek, qarang, update qilaman. Bitta bo'lib qoldi. Ko'rayotganingizdek, MS Marketda o'zi qoldi. Meni lishniy akkauntim yo'q. Endi qaranglar, bu yerdan poiskdan men qidiraman. Ma'ruf yo mana bunaqasi ham bor edi. Hop, Ma'ruf 1 2 3 4 poisk. Mana o'rtoqlar, yo'q, men o'zimning akkauntim yo'q, boshqa akkauntlar bor. Mana ko'rayotganingizdek, o'zimning akkauntim bloklanib ketdi, o'rtoqlar. Bloklanib ketdi deganda sizlar noto'g'ri tushunmanglar, tag'in bu yerda boshqa narsa bor, qaranglar. Bitta narsani sizlarga eslataman. Bloklangani bilan o'rtoqlar akkaunt turibdi, hech narsa o'chib ketmadi. Ya'ni videoni boshida men времени bekorga aytmadim, bu yozuvda ham bekorga времени yozilmagan. Qaytarishni ham ko'rib olamiz, o'rtoqlar. Mana bloklashni o'rganib oldik, o'rtoqlar. Mana bo'ldi, shu ishlar bilan hozir blokladik. Endi qaytarishni o'rganamiz. Hop, yana yozamiz. Hop. Chiziqcha Ma'ruf 1 2 3 4. Parol yozamiz. Hozir ko'ramiz. Endi qaranglar. Войти. Bo'ldi, akkauntimizga kirdi. Mana o'zimizning akkauntimiz. Profil. Mana akkauntimizga kirdi, o'rtoqlar. Mana o'zimning rasmlarim ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi qaranglar. Boya podpiska bosgan edim, bloklangandan keyin bitta qoluvdi. Endi yana update qilaman, o'rtoqlar, qaranglar. Update qildim. Ikkita bo'lib qoldi. Endi ko'rindi, ya'ni blokdan chiqdi. O'rtoqlar, shu yo'li bilan juda ham oson ko'rayotgan bo'lsanglar, bemalol vaqtinchalik qaysi akkauntingizni bloklab qo'yishingiz mumkin. O'rtoqlar, video yoqqan bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar nima qilishni, video rivojlanishi uchun o'zingizlarning hissalarini qo'shsanglar, biz juda ham xursand bo'lamiz. Videoni boshqalarga yuborishni unutmanglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlarga qaysi temalarda video olib chiqishi kommentariyada yozib qoldiringlar, o'rtoqlar. Biz sizlarga video ishlab YouTube'ga qo'yishga harakat qilamiz. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.